Sirat esa ilmu hikmatdan olur. Odamdan ezgulik, muhabbat olur. Saodat sayliga savob kerakdir. Ko'ngilning mayliga kitob kerakdir. Kitob dil bog'iga gulning rangidir. Kitob otash ichra dilning rangidir. U qalbning kamoli aql jangidir. Ko'kni ko'zlaganga xitob kerakdir. O'zni izlaganga kitob kerakdir. Kitobxonlar avvalo Buloqbosh tuman axborot xizmati markaziga xush kelibsizlar. Alp o'g'lonlar o'lkasi bu ko'hna Turon, xalqonlari qanotlari ilm istang, yarim jahon bunyod etgan sohib Qur'on Alisherning avlodlari ilm istang. O'zbekiston milliy tiklanish va milliy yuksalish sari tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr shiddati jamiyat hayotidagi ezgu qadriyat va an'analarni qaror toptirishga, xususan xalqimiz, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy, intellektual salohiyati, ongi, tafakkuri va dunyo qarashini yuksaltirishga, ona vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol insonni tarbiyalashda kitobxonlik madaniyatini oshirishni alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-2025 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida 2020 yil 14 dekabrdagi 781-son hamda Respublika umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarida axborot kutubxona faoliyatini yanada takomillashtirish hamda ko'zi ojiz va ko'rishda nuqsoni bor bolalarni Braille alifbosidagi badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2024 yil 7 noyabrdagi 743-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida respublikamizning barcha hududlarida 2025 yilning 21-27 aprel kunlari O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-Respublika kitobxonlik haftaligi o'tkaziladi. Haftalik davomida turli kitobxonlik marafonlari va aksiyalar, teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari, ijodkorlar bilan uchrashuvlar, suhbatlar, xotira kechalari, yangi kitoblarning taqdimotlari, turli manzillarda esa sayyor tadbirlar, kitobxonlar o'rtasida intellektual o'yinlar va boshqa qiziqarli tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Barcha kitobxonlarni ushbu kitob bayrami munosabati bilan chin dildan samimiy qutlayman va ushbu tadbirda faol ishtirok etishga sizlarni chorlab qolaman. Yana bir bor xush kelibsizlar. Men yoshligimdan beri ijod qilaman, nasr va nazm yo'nalishlarida hikoya, she'rlar yozaman. Shu kungacha bularning orqasidan juda ham katta yutuqlarga erishdim va men hozir sizlarga o'zimning qalamimga mansub vatan she'rini o'qib bermoqchiman. Shamol sochlarimni silaydi har kun. Maysa ertak aytar, daraxtlar allar, quyosh otam erur. Oy momo onam, men shu yurt qiziman deyman baralla. Hurlar qoshlarimga o'sma qo'yar. Shamollar tebratar belanchagimni, yillar tarar edi. Jamalak sochim, uyim deb atardim hur vatanimni. O'zbekistonlik shoir yozuvchilarga kitoblarni o'qiyapsizmi? Ha, albatta. Kutubxonada yoki nega? Berlindagi ana shu markaziy kutubxonada aynan Abdulla Qodiriyni inglizchaga tarjima qilgan O'tgan kunlar asari, ya'ni Dan Gone Days degan kitobini ko'rdim. Katta kutubxonalar, yo bo'lmasam katta kitob magazinlari bormi? Yoshlar unga qanaqa e'tibor qaratyapti kitob magazinlarga? Har bitta qadamda biz ko'rdikki, kutubxona to'g'ri katta markaziy kutubxonasi bor ekan. U yerga o'zimiz tashrif buyurdik ta'lim sayohatimiz jarayonida va ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kitob magazinlari albatta bor. Turli xil davlatlar, masalan, bitta kutubxonani qaradingizmi yoki kitob sotadigan joyni qaradingizmi, u yerda kutubxona sifatida ham foydalanishingiz bo'lar ekan. Ham kitob magazindan sotib olishingiz bo'lar ekan. Universitetda shunaqa narsa bor ekan. Masalan, o'zingiz bilan birga Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlarini olgan bo'lsak,
biz o'shani o'rniga qo'yib turib, o'sha nemislar yozgan yoki inglizlar yozgan kitobni hozir bo'laga kitob almashtirish degan narsalar bo'ladi. Bitta kitob oldingiz, bitta kitob qo'yib qo'yasiz degan narsa. Keyin o'sha magazinlarda masalan Xitoyda alohida magazinda kitoblar sotadigan, Angliyaniki alohida bo'lar ekan, shunaqa ekan. Lekin turli xillari ham bor ekan, lekin biz ko'rganimiz Xitoy, Yapon, inglizlar kitob sotadigan kitob magazinlari alohida bo'ladi. Uchun qancha vaqt ajratdingiz bir kunda? Qanday qiziqish boshlandi? O'zi birinchi bo'lib 5-sinfdan buyon kutubxonaga qatnashni boshladim. O'zimizni mahallamizda bo'ldi. 5-sinfimda birinchi bo'lib Kichkina shahzoda Antuan de Saint-Exupéry'ni kitobini o'qiganman. Falsafiy kitob bo'lgani uchun o'zimda katta qiziqish qoldirgan. Shundan buyon kitob o'qib kelaman. Maktabimizdagi kutubxonadan deyarli har kuni foydalanaman. Ko'proq ana shu yosh kitobxon tanlovlariga qatnashib va yana jadidlar izlaniga qatnashib o'z qiziqishimni yanada orttirdi. Asosan kitob o'qish uchun ham boshida to'g'ri sizga zerikarli tuyulishi mumkin, lekin o'rtasiga kelganingizda aynan ichiga kirib o'zingiz taassurotlaringizni keyin qilgan holatda uni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin oxiriga kelganda tugagandan keyin voy tugadimi degan narsalar ham bo'lgan menda. Masalan, jadidlar izlanida o'qiyotganimda berilgan adabiyotlarda ko'proq yozib ketish usulini qo'lladim. Masalan, bironta nechinchi yilda tug'ilgan, qaysi oyda yozilgan, qaysi oyda vafot etgan, shularni yozib ketish orqali ko'proq miyamga singdirib oldim. Kitob seni hayotingda qanday muhim rol o'ynadi? O'zing uchun qanday xulosa chiqarding? Kitob o'qisa nimalarga erishish kerak va nimalardan voz kechish kerak? Marhamat. Kitob o'qish uchun albatta o'zingizni to'g'ri kitob o'qish ba'zi ko'zlari cho'zadi hisoblanadi, lekin undan ham kechgan holatda muhabbati bo'lgan, kitobga muhabbati bo'lgan inson hamma narsadan kecha oladi. Masalan, oyijoningiz uxlar bo'ldi, uyqu vaqti bo'ldi desa ham ba'zi insonlar chiroq o'chirganda, ya'ni yoki o'chib qolganda ham chiroq shamini yoqib o'qiydiganlar borda, shunaqa insonlarni ko'rganmiz. Hattoki ana shu mashinada ketyapti ham kitob qo'ldan tushmayapti, hech narsaga e'tibor bermayapti, u kitobni ichiga kirib ketgan. Men shuni anglab yetdimki, hayotimda to'g'ri ozgina bo'lsa-da jadidlarimizda respublika bosqichida yutdim, kitoblar orqali albatta. Kitoblarga bo'lgan muhabbatim va ularning yordami orqali shu narsalarga erishdim. To'g'ri, ba'zi insonlar kitob o'qimasdan muvaffaqiyatga erishish mumkin deydi, lekin u narsa noto'g'ri.